El Clasico'ni oshga o'xshatganim haqidagi she'r rosa tarqab ketdi. Ko'pchilik zo'r ta'rif bo'pti deyishdi. Ha, oshni har kuni yesak ham me'daga tegmaydi, lekin boshqa jihatlarni ham hisobga olganimni aytib ketaman. Osh pishirish jarayonida qovurish ham bor, qaynatish ham bor, dimlash ham bor. Ko'p ovqatlarda bitta ikkitasi bo'ladi. Hammasini jamlab bo'lmaydi. El Clasico'da ham juda ko'p narsalar birlashadi. Birinchidan, u yerda siyosiy jang ham bor, o'ziga yarasha Madrid hamda Kataloniya o'rtasida. Keyin yulduzlar jamlangani bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi va eng asosiysi bu jamoalar o'rtasidagi uslublar. Doimo ko'ramiz, Barselona hamda Real Madrid bir-biriga ters uslubda o'ynaydi. Bugun ham ko'p ehtimol ana shunaqa terslikni ko'ramiz. Real Madrid qarshi hujumga tayanadi, ko'p ehtimol Barselona esa yuqori liniyasini ushlaydi. Qaysi uslub g'alaba qozonar ekan? Bu juda ham muhim. Qaysi uslub g'alaba qozonishini bilmaymiz, lekin bu masalada albatta realizatsiyaga juda ham ko'p narsa bog'liq.